Allohning mavjudligini bilish. Ochqishdagi sir. Maktabdagi xushal kunlarning birida Furqon Beyning sinfida marjon cho'p bo'yash faoliyati bo'pti. Analari uchun ba'zi bolalar zanjir, ba'zilari bilajik yasabdi. Ammo Furqon Bey bo'lsa, bo'g'isi uchun bir tasvir yasabdi. Balalar marjon cho'plarini har xil ranglarda bo'yab, bezaklar bilan bezabdi. Andin bo'yaqlar qurganda yipqa o'tkazishibdi. Putgan marjon cho'plar bir-biridan chiroyli ekan. Balalar sovg'atlarini hadiya qutisiga sapdi va muallimlarning yordamida qutining ustiga ko'ngil so'zlari yozilgan kartalarni qo'yibdi. Furqon Bey va savoqdoshlari yasagan bu go'zal sovg'atlarni egalariga berishga aldirab ketibdi. Dars tugashiga Furqon Bey yugurib uyga qaytibdi va onasidan buvisining uyiga berish uchun ruxsat topdi. Andin kiyimini almashtirib, tomoqni hoppulo yeblo, tayyorlagan sovg'atini olganicha buvisining do'koniga qarab yo'labdi. Furqon Beyning buvisi bo'lsa qulupsoz ekan. Hamma odamlar bu buvayni shundoq yaxshi ko'rdi ekan. Furqon Beymo buvisini bakli yaxshi ko'rdi ekan va buvisi bilan birga vaqt o'tkazishga bekmi amroq ekan. Mahallada buvisining kichik bir do'koni bor bo'lib, do'konning ichida koni, cho'ng kichik bir-biriga o'xshamaydigan har xil ochqishlar bor ekan. Furqon Bey do'konga kelganda buvisining eshik oldida o'tirganini ko'ribdi. Buvisi choy ichgach, tasvir seriyotgan ekan. Furqon Bey hayajonlangan holda buvisining quchog'iga o'zini etibdi. Arqadan Furqon Bey buvisi uchun yasagan u alohida sovg'atni beribdi. Buvisi tasvirni ko'rib shundoq ta'sirlanibdi va uningga rahmat aytibdi. "Rahmat bolam, endi mushu tasvirni seriyman" debdi-da bo'sh ovozda zikr aytishga boshlabdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Furqon Bey buvisidan doim anglab turadigan bu gapning ma'nosiga qiziqib qopti va La ilaha illalloh, la ilaha illallohning ma'nosi nima? Allohdan boshqa iloh yo'q degan ma'noda bolam. Bu bek ulug' so'z. Suyimli payg'ambarimiz kim la ilaha illalloh, la ilaha illalloh desa jannatga kiradi degan. Undaqda men bu so'zni deb jannatga kiraman. Ammo bu ulug' so'zni eg'izi debli qo'yish yetmaydi bolam. Chin qalbdan ishinib, amal qilish kerak. Furqon Bey buvisining nima demoqchi ekanligini tushunamabdi. Shuning bilan buvisi Furqon Beyni elib do'konga kiribdi. Andin jiq ochqishlar silingan sanduqdan bir tal ochqishni olibdi va Furqon Beyga berib, "U tarafda bir koni sanduq bor. Bu ochqish bilan u sanduqni ochqin." Furqon Bey qiziqib ochqishga qarabdi. Bu ochqich boshqa ochqishlarga o'xshamaydi ekan. Sanduqning yeniga berib uni ochishga tirishibdi-yu, ammo ocha olmabdi. Buvisi Furqon Beyning oldida zo'ngziyib o'tirib, ochqishni qo'liga olibdi va Furqon Beydan "Bolam, seningcha bu ochqishning nimasi ekan?" Furqon Bey diqqat bilan qarab, ochqishning tishlarining yo'qligini bayqabdi. Tishlari bo'lmagan ochqish bilan yo sanduqni, yo eshikni ochqili bo'lmaydi ekan. Undan keyin buvisi tushuntirishga boshlabdi. "Qara o'g'lim, la ilaha illalloh degan so'z jannatning ochqichiga o'xshaydi. Ammo bu tishlari bor alohida bir ochqish. Undaqda bu ochqishning tishlari qaysi? Bu ochqishning tishlari bo'lsa, Allohdan boshqa ilohning yo'qligiga ishonganimizdek, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Allohning elchisi va bandisi ekanligiga chin qalbdan ishonishdir. Shundoq bo'lganda, ochqishning kam tishlari to'liqlanadi va jannatning eshigini ocha olamiz." Kulimsirgan holda yanchiqidan ochqishning kam tishlarini chiqarib, ochqishga bekitibdi. Endi bu ochqish bilan sanduqni ochqili bo'ladi ekan. Furqon Bey bu qatim buvisining so'zlarini nihoyat yaxshi tushunibdi va bu ulug' so'zning haqiqiy ma'nosi bilan deyish kerakligini bilib olibdi. Bir tarafdan bularni o'ylagach, bir tarafdan buvisi bergan ochqish bilan sanduqni ochibdi. Sanduqning ichidan qip-qizil bir tal xo'roz kampit chiqibdi. Bu u eng yaxshi ko'radigan kampit ekan. Furqon Bey xushalligidan buvisini quchoqlab turib so'rabdi: "Bova, jannatda xo'roz kampit bormidi?" "Albatta bor bolam. Yana texi sen amroq daraxt kampit va shokolad uymi bor." "Ajab yaxshi."
Əmsə balam dep bakına. Biz her vaqt dilimizden hem tilimizden nimi deyişimiz gerekken? Elbette la ilahe illallah deyişimiz gerekken. Andin jannatdagi shu daraxt kamputni xiyol qilg'ach, qo'lidagi xo'roz kamputni mazza qilib yeyishga boshlabdi.